2023-yil noyabr oyida muhtaram prezidentimiz kelib, tamal toshini qo'yib berdilar Zarchob 3 GESiga. Hurmatli prezident, Zarchob 3 GES qurilishini boshlash uchun ruxsat berishingizni so'raymiz. Ruxsat sizlarga boshlash. To'g'risi 10 yil oldin qishloqda bilasizmi 5 soat 6 soat elektr energiya berilardi. O'sha paytlari GES formasini kiyib rayonga yurishga uyalardik. Buncha elektr energiya o'chadi deb aytishardi, aholi aytardi, qo'shnilar aytardi. Bu oldin faqat daryoni o'zidan tezoqar daryo bo'lib oqib o'tar edi. Biz bu suvni jilovlab, kanalga olib, elektr energiya xalqimizga yetkazib beryapmiz. 220 ming xonadon yillik iste'molga teng elektr ishlab chiqaradi. Derivatsion tipidagi deyiladi, ya'ni kanal orqali suv GESga keltiriladi va GES binosida elektr energiya ishlab chiqarilib, yana suvi shu daryoga qaytariladi. Bu ekologik toza elektr energiya qatoriga kiradi. To'palang daryosidan keladigan suvni hech qanaqa sifatiga ta'sir qilmagan holda agregatlar orqali o'tkazib, yana o'sha To'palang daryosining o'ziga qaytarib tushiriladi. Texnikamiz Xitoy Respublikasining Dongfang kompaniyasida ishlab chiqarilgan. Zarchob 1-2 ga nisbatan Zarchob 3imiz yanada aqlli texnologiyalar bilan ta'minlangan. Masofadan boshqarish qobiliyatiga ega va inson omillarini kamaytirgan bu GESlar. Ikkita agregatimiz 8 megavatdan har biri 16 megavat soat elektr energiya ishlab chiqaramiz. Bu degani 1 yilda 70 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqariladi. 3 yil oldin viloyatda bittagina generatsiya 30 megavat bor edi To'palangda. 30 megavat nomiga bor edi, o'zi 15 megavat chiqaradi. Hozir 274 megavat elektr energiya ishlab chiqaryapmiz. Bu degani Surxondaryo viloyatini qariyb 40% elektr energiyasini qamrab oladi. Oddiy qilib aytganimizda, shunchaki daryoda oqib o'tadigan suv prezidentimizning tashabbuslari bilan hozir 274 megavat elektr energiya beryapti. Bularning hammasining negizida hurmatli prezidentimizni alohida o'zlarining e'tiborlari, alohida tashabbuslari, har bir loyihani ichiga kirishlari turibdi.